Bazalt vattasi bu tog'lardagi vulqonning ustiga ko'tarilgan birinchi qatlami. Bazalt toshdan olinadigan issiqlik izolyatsiya materialiga aytiladi. Arxitekturadagi afzalliklar: termoizolyatsiya, issiqlikni saqlash, makonda mo'tadil haroratni ushlab turadi, isitish, sovutish xarajatlarini kamaytiradi. Qishda yozda ortiqcha konditsioner ishlatmaysiz. Keyingisi bu tuzilishi tufayli ovozlarni samarali yutish tomonlari bor. Ko'p qavatli uylar va jamoat binolarida juda qo'l keladigan narsa zvukoizolyatsiya. Yong'inga xavfsiz, 1000 gradusgacha bo'lgan haroratga dosh beradi. Yong'in payti tavba qildi. O'zidan zaharli moddalar chiqarmaydi. Yong'inga qarshi tizimlarga juda mos. Ekologiyasi: bazalt vattasi bu vulqon toshlari bazaltni yuqori haroratda 1500 gradusgacha eritilib, yupqa tolalarga aylantiriladi va keyingi plitalar yoki rulon ko'rinishda shakllantiriladi. Kimyoviy jihatdan inert, hamma narsaga aralashib ketavermaydi va biologik ta'sirlarga chidamli. Misol, tashqarida +50 bo'lsa ham ichkariga zaharli kimyoviy birikmalar chiqarmaydi. Shuning uchun sun'iy pinoplast va polimerli isitmalardan qimmat turadi. Lekin qo'llayotganingizda maxsus niqob va maskalarda ishlash, bug' va suv bilan bog'liq hududlardan xoli qilish, nam tortsa saqlash xususiyati susayadi va o'rnatishda geometrik aniqlik bilan zich ekilishi kerak. Orada havo yo'llari qolib ketishi kerak emas. Bo'lmasa hamma narsa uchib ketadi. Xayr.